Assalomu alaykum aka-ukalar, bo'g'oz-qo'zlar. Rossiyskiy nomer 1 akalar. Mana nima deyapti bo'g'ozimiz. Akalar kulli qo'ygan, mana yelindi boshlab qo'ygan jonivor. 2 kilo bu. Kiloni chiqarganmi? 2 kilo endi bo'pti akalar. Vashsha olibdi sizdan. O'ta chempionidan akalar. Mana shu bo'g'ozimiz sotiladi. Kulli qo'ygan akalar. Oyi kirib bo'lgan. Ishqo'ziga beriladi akalar. Ikkita mol boqmayman, bitta mol boqaman deydigan akalarga tavsiya qilaveramiz akalar. Molni chempion ekan akalar mana, jonivor. Kindigacha yelin solmasa ha akalar, yelindi solishni boshlabdi o'zi. Ko'chaga chiqmagan, bitta joyda turing. Yuvoshligi yuvosh ha. Hozir kelib shu beradi. Aka-ukalar mana molni yuvoshlari o'ta yuvosh akalar mana. Toza qo'lli akalar. O'ta chempion. Yelinni solishni boshlabdi o'zi. Kinnigacha yelin solmasa ha kerak akalar. Shoshilamiz, aloqaga chiqarasizlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'yi Varashilibda turibdi. Yechmay turur, mashina kelyapti. Aka-ukalar shoshilamiz akalar. Molni chempion akalar mana. Yetali. Sirrazi qo'yiladi, sirrazi ishqo'ziga beriladi akalar. Tug'dirib beraman deganga ham tug'dirib berilaveradi. Pulini kelishib qolsa, ammo 5-10 kunligi bor tug'dirib berilaveradi akalar. Molni chempion akalar uni. Mah. Jonivor. Ko'z demasin. Yetala ketdi, bo'ldi. Shoshilamiz, aloqaga chiqarasizlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'yi Varashilibda turibdi. Havas qilganlarning uyiga 10 tondadan bo'laversin akalar. Like bosinglar.